tindirib ketdilar, tindirib ha. Hamma joy yoqdi bizga. Hamma joyi, ham zamonaviy, ham pishiq, ham puxta, ham sifat, ham ko'rinishi, hamma tomonlar bizga to'liq yoqdi. Sizlarga rahmat. Hech qanaqa bir kamchiliklar yo'q. Xalqimizga yoqsa ko'rib, yana ularni zakaz qilib, qilishsa va bitta uyni ko'rki ekan bu ham. Albatta. Zakaz berib ukalarga hech kim adashmaydi. Mana ko'rib turibdi, sifati zo'r ishdi. Men roziman, mingdan ming roziman. Odamlarga ham aytaman, mana xudo xolasa do'st birodarlarga zo'r, xudo xolasa mana o'zimiz Qozog'istonda bo'lsa, shu yigitlar juda ham chiroyli ishlarni qilib berdi mana. Ko'ngildagidek bo'ldi. Men bunchalik chiqadi deb o'ylamadim. Kompyuterda menga buni chizib, mana shu holatda bo'ladim deganingizda ko'rib, uni men kompyuterda chizilgani boshqa, bu hozir mana bu turgani вообще, men ichimga sig'mayapti aka men hozir.